AQSh, Eron va Isroil o'rtasida mojaroviy ziddiyatlar boshlandi. AQSh, Eron va Isroil o'rtasida ziddiyatlar uzoq yillardan beri davom etib kelmoqda. Ammo 2025-yilda ochiq mojaro bosqichiga o'tdi. Bu mojaro Eronning yadroviy dasturi, ballistik raketalar va mintaqaviy proksi guruhlari, jumladan Hizbulloh va Hutiylar bilan bog'liq. 2026-yil fevral oyida diplomatik muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlanib, ochiq harbiy harakatlarga o'tdi. Bugungi dasturda tomonlarning bir-biriga hujumlari va ularning oqibatlari borasida xronologik tarzda tanishib chiqamiz. Fevral oyi boshlarida, ya'ni 1-6 fevral kunlarida Ummon vositachiligida AQSh va Eron o'rtasida bilvosita muzokaralar boshlanganda, AQSh Eronning yadroviy boyitishni to'xtatishni talab qildi. Eron uni rad etdi. 3-fevralda AQSh Eron dronini urib tushirdi. 6-fevralda esa Musqatda muzokaralar bo'lib o'tdi. Fevral oyi o'rtalarida, ya'ni 17-fevralda Jenevada muzokaralar bo'lib o'tdi. Eron Hormuz bo'g'ozini mashqlar uchun vaqtincha yopdi. Rossiya va Xitoy kemalari qo'shildi. 18-fevralda ikkinchi bosqich muzokaralari yakunlandi, ammo muvaffaqiyatsiz bo'ldi. AQSh havo kuchlari F-16, F-22, AWACS kabi va tanker samolyotlarini joylashtirdi. 19-fevralda esa Tramp Eronni 10-15 kun muddat bilan ogohlantirdi. Kelishuv bo'lmasa, yomon narsalar sodir bo'lishini aytdi. 23-fevral sanasida Eron Iroq Kurdistonini AQSh yoki Isroil hujumlarida ishlatmasligi haqida ogohlantirdi. AQSh va Eron o'rtasida vaqtinchalik kelishuv imkoniyati muhokama qilindi. 24-fevral kuni Tramp mamlakat ahvoli nutqida Eronning yadroviy va raketalar tahdidini ta'kidlandi. 25-fevralda Eron RGS kuchlari Hormuz bo'g'ozida va janubiy qirg'oqlarda mashqlar o'tkazdi. Ballistik raketalar Fath 450 va Fath 360 lar sinovdan o'tkazildi. 26-fevral sanasida Jenevada 3-bosqich muzokaralar bo'lib o'tdi. Ammo bu safar ham muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Eron boyitilgan uranni chet elga jo'natish va suyultirishni taklif qildi, ammo AQShning nol boyitish talabi bajarilmadi. 27-fevral sanasida AQShning Isroildagi elchixonasi nozarur xodimlar va oilalarini evakuatsiya qilishni buyurdi. Buyuk Britaniya Tehrondagi elchixonasini yopdi va xodimlarni evakuatsiya qildi. Eron Parchin harbiy bazasida portlashlar va tutun kuzatildi. 28-fevral kuni esa voqealar yanada jadal tus oldi. AQSh va Isroil Eronning harbiy va yadroviy obyektlariga hujumlar uyushtirdi. Jumladan Tehronda oliy rahbar Ali Xamenei idorasi yaqinida portlashlar sodir bo'lganligi aytildi. Tramp Eronda katta harbiy operatsiyalar boshlandi deb e'lon qildi va Eron aholisini hukumatni ag'darishga chaqirdi. Eron javobiy raketa hujumlarini Isroil va AQSh bazalariga yo'lladi. Bu mintaqaviy urushni kengaytirishi mumkin. Havo hududi yopildi, neft narxlari keskin oshdi. Tasnim agentligining xabar berishicha, Eronning Luriston viloyati va Tabriz shahrida portlashlar kuzatilgan. AQShning Qatardagi elchixonasi Isroilning Eronga zarbalari fonida AQSh fuqarolarini xavfsiz boshpana topish uchun choralar ko'rishga chaqirdi. Eron poytaxti Tehronning sharqiy va g'arbiy qismlarida mobil aloqa liniyalari o'chirildi. Ayrim hududlarda internet aloqasi zaiflashdi. Eron o'z fuqarolarini Birlashgan Arab Amirliklari, Kuvayt, Qatar, Bahrayn va Iordaniyadagi Amerika bazalari mavjudligi sababli tark etishga chaqirdi. Qatar Eron raketasini urib tushirdi deb xabar bermoqda Al Jazeera Qatar rasmiysiga tayanib. 28-fevral kuni, ya'ni hozirgi vaqtda AQSh va Isroil tomonidan Eronga qarshi boshlangan yirik hujumlarga javoban Eron Islomiy inqilobiy gvardiyasi bir necha mamlakatlardagi AQSh harbiy bazalariga raketa va dron hujumlarini uyushtirdi. Bu hujumlar True Promise Turk operatsiyasi doirasida amalga oshirilmoqda, deyiladi xorijiy ommaviy axborot vositalarida. Eron davlat ommaviy axborot vositalari, masalan Tasnim va Fars va boshqa manbalarga ko'ra, Iordaniyadagi AQSh harbiy bazasi nishonga olingan. Bu bazada AQShning kamida 60 ta hujum samolyoti joylashgan va Eronga qarshi hujumlar uchun muhim markaz hisoblanadi. Iordaniya qurolli kuchlari rasman e'lon qildiki, mamlakat havo hududiga kirgan 2 ta ballistik raketa urib tushirilgan. Bu raketalar kim tomonidan uchirilgani aniqlanmagan bo'lsa-da, kontekstga ko'ra ular
Eron tomonidan yuborilgan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Hozircha AQSh tomonidan Iordaniyadagi hujumlar oqibatida amerikalik askarlar o'limi haqida rasmiy xabarlar yo'q. Zarar darajasi to'liq hali aniqlanmagan. Eron hujumlari faqat Iordaniya bilan cheklanmagan. Ular Bahrayn, ya'ni AQShning 5-flot shtab-kvartirasi, Qatar, Kuvayt, Birlashgan Arab Amirliklaridagi harbiy bazalar va boshqa joylardagi AQSh harbiy bazalarini ham nishonga olganligi aytilmoqda. Shuningdek, Isroilga qarata raketa va dron hujumlari ham boshlangan. Shimoliy Koreya Isroilning Eronga qarshi harakatlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlangan terrorizm deb baholab, qattiq ogohlantirdi. Bu ma'lumot Bloomberg va boshqa manbalarda tasdiqlanmagan bo'lsa-da, rasmiy va norasmiy kanallarda tarqalmoqda. 2026-yil 28-fevral holatiga ko'ra, Shimoliy Koreya rasmiy matbuoti va Tashqi ishlar vazirligi orqali Isroilning Eronga qarshi hujumlarini qoralab, quyidagilarni aytgan. Isroilni Yaqin Sharq tinchligiga saraton kasalligi kabi tahdid deb atagan. Isroilning harakatlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan terrorizm va insoniyatga qarshi jinoyat deb baholagan. AQSh va G'arb davlatlarini urush alangasini yoqishda ayblagan. Agar Isroil va AQSh hujumlari davom etsa, mintaqaviy urush va global beqarorlik xavfi ortadi deb ogohlantirgan. Ba'zi ma'lumotlarda Isroil Eronga hujum qilsa, og'ir narx to'laydi degan qattiqroq iboralar ham keltirilgan. Lekin bu rasmiy bayonotda to'g'ridan-to'g'ri keltirilmagan. Ular asosan qoralash va ogohlantirish shaklida bo'lgan. Isroil havo hujumi natijasida Eron oliy yetakchisi Oyatulloh Xameneining Tehrondagi rasmiy qarorgohi butunlay vayron bo'lganligini aytmoqda. Sputnik suratlarida ko'rsatilishicha, Tehron markazidagi Xameneining rasmiy qarorgohida bir nechta bino yo'q qilingan, qora tutun ko'tarilgan va katta zarar yetkazilgan. Bu hujum AQSh va Isroilning birgalikdagi doirasida 2026-yil 28-fevral kuni bo'lib o'tgan. Isroil manbalariga ko'ra, Xamenei prezident Masud Pezeshkian va boshqa yuqori martabalilar nishonga olingan. Xameneining hozirgi joyi noma'lum. Eron va boshqa manbalarga ko'ra, u hujum vaqtida Tehronda emas, oldindan xavfsiz joyga ko'chirilgan. Uning o'lim yoki jarohati haqida rasmiy xabarlar yo'q. O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi vatandoshlarni ham ogohlantirgan. Qayd etilishicha, qizil ogohlantirish, ya'ni xavf borligi bildiriladi. Har qanday holatda ham rasmiy organlarning ko'rsatmalariga rioya qiling va yaqin atrofdagi boshpana joylari haqida avvaldan ma'lumotga ega bo'ling, deyiladi axborotda. Isroil tomonidan tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, Ali Shamxoniy yo'q qilingan bo'lishi yuqori ehtimoli bor. Isroil rasmiylari va harbiy manbalari 28-fevral kungi hujumlarida Ali Shamxoniyni nishonga olganini va uning yo'q qilinganligi bo'lishiga yaxshi imkoniyat borligini aytishmoqda. U Xameneining yadro dasturi uchun mas'ul maslahatchisi va yangi tashkil etilgan Defense konsul kotibi edi. Avvalroq 2025-yil iyundagi 12 kunlik urushda unga suiqasd uyushtirilgan, lekin u omon qolgan va men tirikman deya xabar ham bergan. Hozircha bu davlatlar o'rtasidagi urush harakatlari davom etmoqda. Kelgusi dasturlarimizda keyingi tafsilotlar bilan sizni tanishtirishda davom etamiz. Muhim 24 sahifalarni kuzatishda davom eting. شمال الملك فهد الشارع مضروب